Assalomu alaykum Mr. Devolon kanali muxlislari. Bugun navbatdagi SD 320A frontal yuklagichini o'z egasiga topshirmoqdamiz. Hozir tamojniy skladda mijozlarimizga texnikani topshirish jarayonidamiz. Xudo xolasa topshirish jarayonini to'liq ko'rsatib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Ilhom akaga beramiz, u qo'yib beradi. Keyingi ekspluatatsiya. Yashik. Shlang. Bu moy to'kadigan shlangi. Yana uni ochasiz. Sirli sandiq. Shpris. Shlang kompressor. Различные пистолеты. Ага. Наличие аккумулятор, инструментальный ящик, кинезапад, заднее освещение. Yaltilashini qarang. Шприц. Ko'rdingizmi? Qarang. Shpris. Shlang kompressor. Воздушный пистолет. Ya'ni akkumulyatorlari. Instrumentальный ящик. Kniga haligi boya kitob. Заднее освещение, orqadagi освещение, tepadagilar shular. Orqasida zadniy kamerasi ham bor-da buni. O'shalar. Передний faralari, ya'ni butun degandir-da. Верхнее освещениyalar butun degani. Поблесковый маячок. Ova qani? Ichida bo'lsa kerak. Ichida bo'lsa kerak. Qara, что-то мигалкani ko'rmoqman. И зеркало заднего вида. O'shalar. Shular bo'yicha. Buni o'rni ham qilinmagan ekan-ku. Nargilarda ham yo'q ekan. Ha, boshqalarda ham yo'q ekan. Так, поблесковый маячок. Yo'q. Bunaqa Assalomu alaykum Mr. Devolon va Devolon O'zbekiston kanali muxlislariga. Bugun ajoyib kun. Bugungi navbatdagi frontal yuklagich SD 320A frontal yuklagichni baraka qildik. Toshkent shahriga va yonimizda mijozimiz turibdilar. Aka, tabriklaymiz. Rahmat. Aka, barakasini bersin, aka. Rahmat. Tegidan shamol o'tib, xudo xolasa barakali pogrushki bo'lsin, aka. Tabriklayman. Kaltini rasmiy ravishda sizga topshiraman. Rahmat. Aka, pogrushki haqida fikr nima deya olasiz, aka? Pagurchik yaxshi. Ikkinchisi bu, birinchisi emas. Ikkinchi pagurchigimiz. Hammasi yaxshi ekan. Tabriklaymiz, aka. Yana bir marta sog' bo'ling, aka, salomat bo'ling, yaxshiligiga, aka, xizmat qilsin, aka. Sog' bo'linglar, aka. Sizlarga ham rahmat. Rahmat.